Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli ota-onalar, barchaga xayrli kun. Bugundan e'tiboran sizlarga yangi video darsliklarni taqdim qilamiz. Bu darsliklarimizni joriy qilishdan asosiy ko'zlagan maqsadimiz maktabimizda joriy qilingan odob kundaliklarida berib borilayotgan haftalik hikmatlarni sharhlashdan iborat bo'ladi. Odob kundaligini bilasizlar, bu maktabimizda yaqinda joriy qilindi. Bu yerda siz bilan bizni rivojlanishimizda eng ko'p xizmat qiladigan vazifalar kiritilgan. Siz uni bajarib, o'zingizni nazorat qilib borasiz va har hafta boshida bittadan hikmatli so'z kiritilgan. Bu hikmatlar har bir insonning hayotida bo'lish kerak bo'lgan, insonni yaxshilikka chorlaydigan hikmatlarki, bu biroz sharhlanishga ham muhtoj ekan. Buni ma'nosini yana ham yaxshiroq chaqib olishimiz uchun, unga yana ham ko'proq amal qilishimiz uchun buni sharhlash maqsadida ushbu videolarni olyapmiz. Xudo xolasa har hafta boshida bittadan sizlarga taqdim qilib boramiz. Bu haftaga belgilangan hikmat quyidagicha. Musulmonning bugungi kuni kechagi kunidan ko'ra yaxshiroq bo'lishi kerak. Bu juda ham katta hikmat. Buni har birimiz yaxshilab tushunib olishimiz kerak va imkon qadar unga amal qilishimiz kerak. Qarang, so'zlarga e'tibor beramiz. Bugungi kun kechagidan ko'ra yaxshiroq bo'lishi kerak. Aynan nima bugungi kunimizni yaxshiroq qiladi yoki ertangi kunimiz bugungi kunimizdan yaxshi bo'lishi kerak. Bu biroz mulohazaga muhtoj. Ba'zilar shuni sharhlar ekan, o'ylab ko'rishgan. Qaysi ish, qaysi vazifa bizni bugunimizni kechamizdan ko'ra yaxshiroq qiladi? O'ylashibdi. Bu ibodatmikin? Agar biz kechagidan ko'ra ko'proq ibodat qiladigan bo'lsak, balki yaxshi bo'lar bugunimiz. Keyin o'ylab qarashsa, bu ibodat emas ekan. Chunki inson kecha 2 rakat ibodat qilgan bo'lsa, bugun u 4 bo'lishi kerak. Ertaga 8, undan keyin 16, undan keyin 32 borib insonning jismoniy quvvati yetmay qoladigan darajada ko'payib ketar ekan. Keyin o'ylashibdi, bu narsa ihsonmikin? Saxovatli bo'lishmikin? Keyin javob shunday bo'lganki, yo'q, bu ihson ham emas. Chunki inson bugun 10 ming so'm ihson qilgan bo'lsa, ertaga bugungidan yaxshiroq bo'lish uchun 20 ming ihson qilish kerak. Undan keyin bu 40 ming aylanadi, keyin 80 ming. Borib insonning moliyaviy quvvati yetmay qoladigan darajada ko'payib ketib qolar ekan. Va oxirgi xulosa shunday bo'ptiki, bizni kechamizdan ko'ra bugunimizni yaxshi qiladigan amal bu ilm o'rganish ekan. Mana tasavvur qiling. Siz kechagi kuningizgacha 5000 ta narsani o'rgangansiz, hayotingizda joriy qilgansiz. Kecha yaxshi bir darslarga qatnashdingiz, yaxshi bir suhbatlarni tingladingizda, yana 5 ta narsani o'rgandingiz. Shunda siz bugun nechta narsa bilasiz? 5005 ta. Endi bugun yana 10 tadir, 20 tadir yangi ilmlarni o'rganadigan bo'lsak, biz ertaga bugungidan ham ko'ra ko'proq narsani bilar ekanmiz. Demak, inson kechasidan bugunidan ertasi yaxshi bo'lish uchun har kuni nimadir yangilik qilishi, nimadir yangi ilmni o'rganishi kerak bo'lar ekan. Buni qanday qilamiz? Biron bir yaxshi bir darsda qatnashish, nechidir sahifa bir kitob o'qish bilan. Hozir rivojlangan zamonda YouTube orqali faqat bir odamni ma'naviyatini zaiflashtiradigan videolarni emas, balki foydali darslarni tomosha qilish bilan biz kunimizni yaxshilab borar ekanmiz. Buning uchun nima qilamiz? Kundalik vazifalarga qat'iy turamiz. O'zi mana bu odob kundaligini joriy bo'lishidan ham asosiy maqsad bu kechamizdan ko'ra bugunimizni yaxshiroq qilishdir. Ulug'lar shunday bir ajoyib gapni gapirishgan, bugungi darsimizga biroz aloqasi bo'lgani uchun buni ham eslab o'tishni lozim deb topdim. Har bir yangi kun aytar ekanda: "Ey odam bolasi, men yangi kunman. Bugun meni eng foydali ishlar bilan band qilib ushlab qolgin. Agar men ketadigan bo'lsam, qiyomat kunigacha qaytmayman" derkan. Haqiqatda bolalar, bu hikmatlarni mag'zini chaqaylik, imkon qadar anglashga harakat qilaylik. Bugungi kunimiz hech qachon qaytib kelmaydi. Agar biz buni yaxshi ishlarga, ilm olishga sarflaydigan bo'lsak, har kunimiz yaxshilanib boraveradi. Agar biz buni bekorchi narsalarni o'tkazadigan bo'lsak, insonning vaqtini o'g'irlaydigan, umuman insonni faqat zalolatga yetaklaydigan ishlar bilan kunimizni band qiladigan bo'lsak, bu bizga umuman foyda bermaydi. Mana shunday qisqa videolar orqali hafta davomida berilgan hikmatlarni sharhlab borishga harakat qilamiz. O'zi asosiy maqsadimiz ham shu. Insonlarni buguni kechasidan yaxshi bo'lishiga
ertasi esa bugunidan yaxshi bo'lishiga xizmat qilib qolish. Shunday ekan, bunday videolarni bee'tibor qoldirmaysiz degan umiddaman. O'zingiz bu hikmatni yodlab oling. Bugungi kuningiz kechagi kuningizdan ko'ra yaxshiroq bo'lishini istasangiz bir tavsiyani berib o'taman shu o'rinda. Har kuni ulug'larning hayotidan bir sahifa bo'lsa ham o'qish kerak. Bunday kitoblar bugungi kunda juda ham ko'p. Kitoblarni topish muammo emas. Internetdan izlab PDF variantda topib bo'lsa ham, hech bo'lmasa 3-4 bet bo'lsa ham ulug'larning hayotidan o'qib qo'yishimiz kerak ekan. Mana shunda kechamizdan ko'ra bugunimiz yaxshiroq bo'lishi mumkin. Odob kundaligida berilayotgan vazifalarga diqqatliroq bo'lishingizni so'ragan bo'lardim. Negaki bu vazifalar ayni tanlab olingan. Har biriga diqqat bilan e'tiborli bo'ling. O'zicha ko'p emas. Diqqatli bo'lingki, mana shu vazifalarni bajarish bilan kechagi kuningizdan ko'ra yaxshiroq o'tkazasiz bu kunni. Shu o'rinda bizni tinglayotgan ota-onalardan ham iltimos qilib so'ragan bo'lardik. Farzandlaringizni bu kundalikdagi vazifalarga qay darajada amal qilayotganini tekshirib boring. Iloji bo'lsa, buni birgalikda bajarish kerak. Chunki biz shunday vazifalarni tanlab olganmizki, bu yosh tanlamaydi. To'g'ri, ba'zida farzandingizning yoshiga mos, xossatan vazifalar ham bo'lishi mumkin, lekin umumiy vazifalar borki, uni har birimiz qilishimiz kerak. Aytaylik, kun davomida belgilangan miqdordagi kitobni o'qish kerak. Bolalarga bularni bajarishni buyurgandan ko'ra qilib ko'rsatilsa, ular bunga qattiqroq turishar ekan. Ana shuning uchun ham ota-onalarni ham o'quvchilarimizni bir qadar ogohlikka chaqirgan bo'lardik. Kechangizdan bugungi kuningiz yaxshiroq bo'lishini tilagan holda bugungi videoga yakun yasaymiz. Nasib qilsa, keyingi hikmatlarni sharhida ko'rishguncha salomat bo'ling.